Assalomu alaykum bobo dehqonlar. Kanalimizga kuzatib borayotgan dehqonchilik ishqibozlari. Bugun 21-mart, hafta kuniga juma. Hammalarning juma ayyomlaring bilan 21-mart Navro'z bahor bayramlaring bilan hammalaringni qilayotgan kasb-korlaringga Alloh baraka bersin. Mana bizni karamlarimiz bugun 21-martga kelib mana shu holatga keldi. Bu o'sha yumaloq faravo yumaloq toshkaram. Bunisi mana shu gulkaramlarimiz 6 fevral kuni ekilgan edi. Bugungi kunga kelib mana shu darajaga yetib keldi xudo xolasa. 1,5 gektarlik yerimiz yam-yashil bo'lib 21 kuni 21 mart kuni mana Navro'z kuni kilonkalarini oldik. Kilonka simlarini endi nari tomonga Torozga olib o'tib ketib qolamiz. Buni bugundan ochdik xudo xolasa. Sog' bo'linglar. Videoni ko'radigan do'stlar, salomat bo'linglar.